Afrikada oziq-ovqat inqirozi kuchaymoqda. Millionlab aholi xavf ostida. Hindistonda guruch eksportiga cheklovlar joriy etildi. Global bozorda esa narxlar ko'tarilishni boshladi. Yevropada fermerlar nimadan norozi bo'lmoqda? Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. Afrika qit'asida oziq-ovqat inqirozi tobora keskinlashib, millionlab aholining hayotiga bevosita tahdid solmoqda. Qurg'oqchilik, iqtisodiy bosim va gumanitar mablag'larning qisqarishi agrar tizimlarni izdan chiqarmoqda. Eng og'ir vaziyat Sharqiy Afrikada kuzatilmoqda. Somalida millionlab aholi ochlik yoqasiga kelib qolgan. Bolalar o'rtasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi keskin oshgan. Keniyada esa qurg'oqchilik, chorvachilik xo'jaliklariga zarba berib, aholining asosiy daromad manbalarini xavf ostiga qo'ymoqda. Markaziy Afrikada muammoni mojaro va majburiy ko'chish yanada chuqurlashtirmoqda. Kongo Demokratik Respublikasida millionlab insonlar o'tkir oziq-ovqat tanqisligi sharoitida yashamoqda. G'arbiy Afrikada, xususan Nigeriyada ham vaziyat keskinlashib, millionlab aholiga favqulodda yordam zarur bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bugungi inqiroz faqat iqlim bilan bog'liq emas. Mojarolar, iqtisodiy beqarorlik va eng asosiysi gumanitar moliyalashtirishning yetishmasligi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Natijada oziq-ovqat, sog'liqni saqlash va suv ta'minoti dasturlari qisqarib bormoqda. O'tgan hafta, ya'ni 23-24 mart kunlari poytaxtimizda Italiya, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov, Italiya Respublikasi qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat suvereniteti va o'rmon xo'jaligi vaziri Francesca Lollobrigida, Ozarbayjon Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Majnun Mamedov, Qozog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Yermek Kenjixanuli, Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Qurbon Hakimzoda, Qirg'iziston Respublikasi suv resurslari, qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoati vaziri o'rinbosari Almaz Jenaliyev hamda Turkmaniston qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Berkeliyevlar ishtirok etdi. Shuningdek, 80 ta Italiya kompaniyasi, 100 dan ortiq O'zbekiston kompaniyalari hamda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjondan 50 dan ortiq agrobiznes kompaniyalari ishtirok etgan mazkur forum doirasida qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, agrosanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, investitsiya loyihalarini shakllantirish, O'zbekiston agrar mahsulotlarini Yevropa bozoriga olib chiqish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Vazir Ibrohim Abdurahmonov forumning ahamiyati haqida so'z yuritar ekan, O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon uchun Italiya bilan hamkorlik agrar va oziq-ovqat sohalarida muhim istiqbollarni ochishini ta'kidladi. Uning qayd etishicha, Italiya ilg'or texnologiyalari, yuqori sifat standartlari va samarali ishlab chiqarish tizimlari bilan ajralib turadi. Mazkur tajribalarni joriy etish esa hosildorlikni oshirish, hosildan keyingi yo'qotishlarni qisqartirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda butun qiymat zanjiri bo'ylab qo'shimcha qiymat yaratish imkonini beradi. Forum doirasidagi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xaljayev, qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov hamda Italiya Respublikasi qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat suvereniteti va o'rmon xo'jaligi vaziri Francesca Lollobrigida o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiy uchrashuv agrar tizim uchun istiqbolli kelishuvlarga zamin yaratdi deyish mumkin. Muloqotda Italiyadagi nufuzli Tushe universiteti bilan hamkorlikning bugungi holati, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, eksport, import aloqalarini kengaytirish, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni xalqaro bozorga olib chiqish, shuningdek, chorvachilik sohasida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish masalalari yuzasidan ham takliflar bildirildi. Rasmiy tadbir davomida Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Italiya kompaniyalari va tashkilotlari o'rtasida 7 ta hamkorlik shartnomasi imzolandi. Shuningdek, iqlimga chidamlilik, oziq-ovqat texnologiyalari yo'nalishlarida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Yevrosiyo universitetlari va ilmiy tadqiqotlar alyansi tashkil etildi. Bundan tashqari Italiya va O'zbekiston o'rtasida agrar ta'lim yo'nalishida 17 ta hujjat imzolandi. B2B va B2G uchrashuvlar chog'ida tadbirkorlar, investorlar, ishlab chiqaruvchilar, eksportyorlar hamda davlat tashkilotlari vakillari o'rtasida ham qator manfaatli kelishuvlarga erishildi.
Yevropa mamlakatlarida fermerlar noroziligi tobora kuchayib, agrar siyosatning ustuvor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish zarurati kun tartibiga chiqmoqda. Noroziliklarning asosiy sababi ishlab chiqarish xarajatlarining keskin oshishi. Yoqilg'i, energiya va mineral o'g'itlar narxining yuqoriligi fermer xo'jaliklari rentabelligini pasaytirib, ayrim hollarda ekin maydonlarini qisqartirishga majbur qilmoqda. Fermerlar shuningdek ekologik va ma'muriy talablarning murakkabligini tanqid qilmoqda. Ularning ta'kidlashicha, yuqori standartlar joriy etilayotgan bir paytda tashqi bozorlardan kirib kelayotgan arzon mahsulotlar bilan teng sharoitda raqobat qilish juda qiyin. Xususan, yangi savdo kelishuvlari fonida adolatli raqobat masalasi keskinlashgan. Yevrokomissiya ayrim qoidalarni soddalashtirish va byurokratik yukni kamaytirish choralarini ko'rayotgan bo'lsa-da, mavjud vaziyat fermerlar va regulyatorlar o'rtasidagi ziddiyat hali to'liq bartaraf etilmayotganini ko'rsatmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov AQShning John Deere kompaniyasining MDH mamlakatlari bo'yicha vitse-prezidenti Peter Zaksey bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida tomonlar amalga oshirilayotgan va istiqboldagi loyihalarni barqaror hamda samarali moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Xususan, xalqaro moliya institutlari, yetakchi banklar va investitsiya jamg'armalari mablag'larini jalb etish imkoniyatlari atroflicha muhokama qilinib, bu borada o'zaro manfaatli yechimlar yuzasidan fikr almashildi. Yakunda belgilangan yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikni izchil davom ettirish va aniq loyihalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha kelishib olindi. Dunyodagi eng yirik guruch eksportchisi Hindiston tomonidan eksportga qo'shimcha cheklovlar joriy etilishi global oziq-ovqat bozorida keskin reaksiyaga sabab bo'ldi. Ushbu qaror ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirish va inflyatsiyani jilovlash maqsadida qabul qilingan. So'nggi davrda noqulay ob-havo va hosildorlikning pasayishi mamlakat ichida guruch narxlarining oshishiga olib keldi. Natijada hukumat eksportni qisqartirish orqali ichki ta'minotni mustahkamlashga urinmoqda. Biroq bu choralar xalqaro bozorda taklifning kamayishiga olib kelib, narxlar o'sishini tezlashtirmoqda. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, narxlarning oshishi ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlarga bosimni kuchaytirib, ayrim hududlarda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Qurbon Hakimzoda bilan uchrashdi. Unda ikki davlat o'rtasida agrar sohadagi hamkorlikning bugungi holati batafsil tahlil qilinib, uni yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama markazida bo'ldi. Tomonlar o'zaro manfaatli loyihalarni kengaytirish va amaliy hamkorlikni mustahkamlash yuzasidan fikr almashdilar. Xususan, meva-sabzavot, don va dukkakli hamda moyli ekinlarni qayta ishlash, zamonaviy urug'chilik tizimini joriy qilish, ilmiy ishlanmalar amaliyotga tatbiq etish bo'yicha istiqbolli tashabbuslar ilgari surildi. Yakunda esa rasmiylar ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish borasida kelishuvlarga erishdilar. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar oyida O'zbekiston xorijga qiymati 99,4 million AQSh dollariga teng bo'lgan 106,8 ming tonna meva-sabzavotlar eksport qilgan. Eksport qiymati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26,6% ga oshib, jami eksportdagi ulushi 5,9% ni tashkil etdi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov AQSh Export-Import banki USA Exim Bankning Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha biznesni rivojlantirish menejeri John An hamda Wellmont Industries kompaniyasi vakillarini qabul qildi. Muloqot chog'ida O'zbekiston qishloq xo'jaligida zamonaviy sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish, yirik infratuzilmaviy va investitsion loyihalarni amalga oshirish, shuningdek moliyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari, tomonlar USA Exim Bank bilan hamkorlikda mazkur loyihalarni moliyalashtirish, innovatsion sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish hamda agrar infratuzilmani rivojlantirish istiqbollarini ham ko'rib chiqdilar. Uchrashuv yakunida esa ilg'or texnologiyalarni joriy etish va investitsion loyihalarni izchil amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib oldilar. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.